Norvegiyaning poytaxti Osloda Sharq Turkistondagi zulmlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Bir Xitoy hay'atining rasmiy ziyorat uchun Norvegiyaga kelishi bilan Oslodagi parlament binosi oldida jam bo'lgan Sharq Turkistonliklar Uyg'urlarga qilinayotgan inson qilipidan chiqqan zulmlarning to'xtatilishini va lagerlardagi millionlagan kishining qo'yib berilishini talab qildi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, Norvegiyadagi butun dunyodagi aziz qarindoshlar, hozir namoyish qiziq bir nuqtaga ko'tarildi. Chunki bizning orqa tarafimizda Xitoylarniki kutib olish o'miga qadaqadan baqlanchilik Xitoy o'migini kutib olishga tayyorlik qilmoqda. Biz bu tarafda Tibetlar Uyg'urlar shundoqla Amnesty International'niki birlashib Xitoyning kutib olish faoliyatini to'sqinlik qilyapmiz. Biz har xil pushtaklarimiz, qonunlarimiz shundoqla Xitoy qarshi shiorlarimiz bilan butun maydonda bir oldi Xitoyning dag'dug'larning ovozimi hozir maydonni bosolmayapti. Uyg'urlarning qizg'inligi nihoyat yuqori. Biz bejon shu degan bu Xitoyniki Norvegiya ziyoratini Osloda Stavangerda butunlay buzib tashlashga tirishimiz. Yıllardan buyon irqiy qirg'inchilik va kultur buzg'unchiligiga ilib berayotgan Xitoy kommunist doiralarining Uyg'ur kulturini yo'qotish va buzg'unchilikqa uchratish harakatlari yangi bir bosqichga kirdi. Zimiston torining xabar qilishicha, Turpanda o'tkazilgan faoliyatlarda Uyg'ur taom kulturining simvoli bo'lgan nonga Xitoy bayrog'i, Kompartiyaning belgisi va boshqa har xil siyosiy shiorlar tushirilgan. Ko'zatchilarning qarashicha, nonning Uyg'ur madaniyatida muhim o'rni bor bo'lib, Xitoylar dal bu yerga hujum qilgan. Ramzan oyi kirishi bilan Sharq Turkistonda turklarga qaratilgan diniy cheklamalar rayon miqyosida qattiq kontrollik ostida nazorat qilinmoqda. Turkiston vaqti to'rining xabar qilishicha, bir qism maktablarda Xitoy o'quvchilar odatdagidan texmo ho'shyor bo'lib, har vaqt Uyg'ur o'quvchilarning ish harakatlari va tomoq yeyish ahvollarini nazorat qilishga o'rinlashtirilgan. İlgilenişçe Uyghur o'quvchilarning ro'za tutgan yoki tutmaganligini bilish uchun Xitoy o'quvchilardan ularga kampet yoki ichimlik sovg'a qilish, ro'za tutganligini bayqagan hamon maktab ma'muriy ishxonasiga pash qilish talab qilingan. Angliya bosh ministri Theresa May bilan NATO bosh kotibi Stoltenberg Rossiyaning hujumi va Xitoy manbalik to'r hujumi tahdidi qatorliq bexatarlik masalalari haqida ko'rishdi. Angliya bosh ministri ishxonasi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, May bilan Stoltenberg Londonda uchrashgan bo'lib, oldi bilan dekabrda Londonda o'tkaziladigan NATO boshliqlar yig'ini muzokara qilingan. Orqadan 21-asr tahdidlarga taqobil turish va xalqni qo'g'dash uchun ittifoqlashib bexatarlikka mablag' selishning ahamiyati haqida fikr almashtirgan. Bu haqda e'lon qilingan bayonotda deyilishicha, ikki rahbar Rossiya va Xitoy manbalik to'r hujumi tahdidlari va ittifoqqa duch kelayotgan boshqa bexatarlik masalalarini muzokara qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan ko'rishdi. Putin Pompeo va Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov bilan elib borgan uchrashishda bir necha kun burun Amerika prezidenti Trump bilan telefonda ko'rishganda Trumpning Rossiya va Amerika munosabatlarini normallashtirish istagini bildirganligini aytdi. Uchrashishda Mike Pompeoning 2020-yildagi saylamda Rossiyaning daxlisini xohlamaydiganligini bildirganligi, Putinning bo'lsa Rossiyaning Amerika prezidenti saylamiga har vaqt bir shaklda aralashmaydiganligini aytganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump axborot vositalaridagi Amerikaning O'rta Sharqqa 120 ming askar avatadiganligi haqidagi xabarlarni inkor qildi. Trump bu yolg'on xabar. Bunda qilamdiq? Yo'q. Bunda bir planimiz yo'q. Bunda plan tuzishimizga kerak yo'q. Agar qiladigan ish bo'lsa, texnik ko'p askar avatadiq dedi.